Assalomu alaykum qadrli aziz obunachilar. Bugun sizlarga taqdim etadigan xunajinimiz bir dona rossiyskiy poroda xunajin. Bir ko'rib bir e'tibor berasizlar, uni chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Xunajinimizni birinchi qatorda bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari 1.5 sm, bir qator xunajinni oldi orqa tuyoqlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Stakan tuyoq kelishgan, hamma o'z joyida. Oldi orqa korobkalari ancha-muncha 3 oylik, 4 oylik novvosli yo'q. Oldi orqa korobkalar o'ta chiroyli. 4 son narsa. Xudosi yosh oyligi 3 oylik atrofida. Bir oldi orqalariga e'tibor berib qo'yasizlar. Bir qator endi mol ostiga bir e'tibor beramiz. Xunajinda endi imkon qadar ostini ko'rib olgan ma'qulroq. Kindikli sigir servis bo'ladi deyishadi. Xudo xolasa shunday kindiklari kelishgan 4 oy yelin 4 joyda chiroyli, xudosi sifatli xunajin. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, 14.500.000 so'm. Kami bor. Manzil Toshkent viloyati, Parkent tumani.